Xullas arkadaşlar yaxşımısınızlar? Bugün sizler bilan IP adresi to'g'riliq bilimlar bilan o'rtoqlashmoqchi. IP adresini hammalar anglagan bo'lishimiz mumkin. Lekin buni o'rganishdan burun yana bir uqumni bilishimiz kerakda. Bu bo'lsa local area network deb atalgan. Bizningki mushu joydagi tor deb qo'yamiz. O'qish qilib qanday tarjima qilish muhimdir. Bu qanaqdir deganda masalan local area deganim bo'ldi deganda sizlar hozir turayotgan o'sha rayonni masalan local area sizlarga nisbatan local area bo'ldi. Masalan men hozir uyim turyapman, uyimga nisbatan bir local areada. Mana uyimning ichidagi barliq uskunlar, telefon bilamdi, kompyuter bilamdi, tabletlar bilamdi. Birmuncha uskunlar bir-biri bilan aloqalasha oladigan bir torni shakllantirganda bu local area network bo'ldi-da. Bu birinchisi. Endi ondan bo'lsa bu uskunlar bir-biri bilan qanday aloqalashadi degan vaqtida bu aloqalashadigan torni qanday uskun bilan barliq keltiramiz degan vaqtda bu uskunning ismi switch bo'ldi-da. Switch degan narsa mushuna shu. Biz kompyuterlarning har simlarini switchga bog'lab qo'yamiz. Lekin bu switch orqali hamma kompyuter ulangan bo'ldi. Bu bir uskunning alayidligida. Hamda unda bo'lsa ikkinchi masala nima degan vaqtida masalan ma kompyuterni A kompyuter deb turaylik. Bu A kompyuter amyat bakan ismi PC2. Masalan personal computer 2, personal computer 3 masalan shaxsiy kompyuter 2, shaxsiy kompyuter 3 deb turaylik. Bu 2 degan kompyuter 3 degan kompyuterga yaxshimisiz degan gapni aytmoqchi bo'lsa qanday uchurlar bilan ta'minlash kerak degan vaqtda birinchidan o'zining adresini berish kerak. Chunki bu aloqa qo'shilishlik bo'ldi. Men yaxshimisiz degandan keyin bu odamni cho'qim men yaxshi sizcha deb qaytarish mumkin yoki bo'lmasa yaxshimisiz degan gapni topshirib oldim deb qaytarish mumkin. Buni topshiramiz biz uqmaymiz-da bu kompyuter bizning gapimizni angladimi, anglamadimi deb. Şu an bu bir qo'shilishlik aloqada. Bu qo'shilishlik aloqada bo'lish uchun birinchidan men ma kompyuterning nadaligini o'qishim kerak-da. Bu kompyuterning ismi bo'lishi kerak, yoki adresi bo'lishi kerak. Masalan bu switch degan bir pochta idarasi o'xshashlan bir narsa-da. Men menga berib pochta idarasiga berib men palanchiga xat etmoqchidim deb palanchining ismini deb bermasak, adresini deb bermasak bu switch nega berishni uqmay qoldi-da bu xatni. Ashuna o'xshashda buning bir ismi bo'lishi kerak, adresi bo'lishi kerak. O'xshash qonuniyat bo'yicha ma kompyuterning o'zining ismi bo'lishi kerak, adresi bo'lishi kerak-da. Bu adresni adat torda uçur almashtirgan adresini biz IP adresi deb ataymiz. Har bir kompyuterning o'zining IP adresi bo'ldi. IP adres odatda sonlardan tashkil topildi. Odat IP adres qanday bo'ldi degan vaqtida o'zimizning kompyuterdan ko'rgan bo'lishim mumkin. Agar biz command promptni ichib o'zimizning kompyuterning IP adresini ko'rmoqchi bo'lsak, ipconfig degan komandani bossak, bizning IP adresimiz chiqadi. Masalan, bu yerda IP adresi mancha deb chiqdi. Bu IP adres odatda 4 bo'lak bo'lindi, ammo birinchi bo'lki, ikkinchi bo'lki, uchinchi bo'lki, to'rtinchi bo'lki deb. Mushu sonlarni tashkil topdi. Adan lekin bu IP adresga munosabatli bo'lgan yana bir narsa deganda mening kompyuterim hanuz cho'p qoldi. Shu bu yerda zvan yamma deb chiqdi. Zvan yamma ya'ni inglizcha nima deganda subnet mask deydi. Subnet mask degan o'sha IP adres qanday shaklda kelgan degan gapni ifodalaydi. Masalanga birinchi bilim nuqtasi bu IP adres 4 bo'lak bo'linadi. Har birisini chekitlar orqali ayiramiz. Bu birinchi bilim nuqtasi. Ikkinchidan IP adresining har bir bo'lakdagi soni 255 dan oshib ketmaydi. Masalan, sizlar qanday kompyuterningki IP config deb izlab beqinglar, hech qaysi bir bo'likida 300 necha yoki 400 necha deb bo'lmaydi. Eng yuqorisi 255 bo'ldi. Lekin odatda kompyuterlarning IP adresiga 255 degan son ishlatilmaydi.
Onlar bolsa 255 degansa näde işletildi diýen wagtda meşe subnet maskni biz declare qilgan vaqtimizda subnet mask işletildi 255 degansa. Mesela bu yerda oldingi 3 bölgeye 255 degan san yozibdi. Demekçi buğni bu qaysi bir network area'ningki tori degan gapni bildirdi. Mesela biz ayırım yekkalda şu 192 168 degan şu IP adresini epetsaq, bu IP adres 10 yoki 20 xil kompyuterning IP adresi bo'la oladi. Lekin u 10 yoki 20 xil kompyuterning subnet mask o'xshamaganligi uchun o'xshamagan ma'nolarni bildirdi-da. Masalan, 255 255 255 oldin 3 bölük 255 bo'ldi degan gap. Men oldin 3 bölükki muqim degan gapda. 192 168 24 degan 3 son mushu local area'dagi torlarning ichida o'zgarmaydi oldingi kuchi degan gap. Bu bir qoidasi, masalan, qilib. Oldingi 3 bölük 255 degan gap aslidagi kompyuterning oldingi qushxonasi o'zgarmaydi degan gap. O'zgaraydigini faqat oxirgi 1 degan soniya. Buni qanday tushunamiz degan vaqtda, masalan, miyat bizning 3 kompyuterimiz bor. Bularningki subnet maski oldingi 3 bölük 255, oxirgi bölük 0 deb mening kompyuterimga o'xshash bersak agar. Lekin men bu adresini muşuna o'xshash berayli 192 168 24 deb. Ma oldingi 3 xonasi o'zgarmaydi. Oldingi 3 xonasi bir gap, bir local area network bo'ladi degan gap. O'zgaraydigini faqat ma 1 degan sondagi mushjoydagi son. Masalan, biz agar ma 3chisiga biz IP adres beramiz deb qalsak, ma birinchisinin IP adresi 192 168 24 1 deb bergan bo'lsak, ikkinchisining adresiga 192 168 24 2 deb beramiz yoki 3 deb beramiz. Oldingi 3 xonni almashtirmaymiz. Almashtirsak, bular bir local area'dagi network bo'lmay qoldi. Gerçi bular fizik jihatdan bir o'yinxil bo'lsa-mu, lekin biz subnet maskni hozir muqimlashtirdik. Oldingi qushxonasi o'xshaydigan bir local area network deb hozir biz musha muqimlashtirib, biz haqiqiy IP adresini bergan vaqtida birisininki 192 dan boshlanib, birisining 198 dan boshlanib, oldingi qushxonasi o'zgarib kelsa, ular yana bir local area'dagi tor bo'lmay qoldilar. Masalan, buni texim inchiklab tushuntiramiz deb qalsak, masalan, hozir biz bir local area networkni qurdik miyaga. Biz bu birinchi kompyuterga IP adres berayli 10.1.1.1 deb IP adres berdik. Buningki subnet maskisi 255.0.0.0. Bu nim deganlik deyaptilar, biz faqat birinchi bo'lakdagi sonlarni muqim qildik degan gap. Chunki ma subnet maskga birinchi bo'laklar 255, qolganlari 0. Shunga biz oxirgi 3 xonasini xalqancha o'zgarsak bo'lardi, chunki bu local area'dagi network faqat birinchi xonaslam 10 bo'lsa, bu bir local area'dagi network bo'ldi degan gap. Shunga biz mani miyada mushta muqimlashtirdik. 11.1.1 bunun subnet maski 255 dan boshlandi deb muqimlashtirdik. Endi ikkinchisinikini subnet maskini bergan vaqtida biz o'xshash bir torda bo'lish uchun 10.1.1.2 deb berib turaylik. Subnet maskisi yana 255 255 0.0.0. Biz ma 2 larni xalqancha o'zgarsak bo'ldi, chunki buni subnet maskida biz muqimlashtirganimiz faqat birinchi lamxonasi. Faqat shu oldingi 10 o'zgarmaslar, bular yana bir kanaldagi kompyuterlar bo'lib hisoblanadi. Bu mushta bu hisoblandi. Endi biz ma kompyuterimizda ikkinchi kompyuterimiz ping qilib baqay. Ping degan gap mush kompyuterga biz bir necha paket davatimiz-chu. Paketni keyingi sonlarni texnik cho'nqurlab tushuntiramiz. Hisob bir xabar avatimiz. Sen bormi debchu. Sen bormi deb ma kompyuterga sen bormi deb xat avasa, bu kompyuterma men bor deb xat avatdi. Shu ashtaq gapchu, ping degan gap. Shunga biz
Ma ikkinchi kompyuterni ping qilib baqaylik. Buni qanday yozamiz degan command prompt bilan ping deb Şu bir yerda ping bo'lgandan keyin bu yerda reply from ma adresdan xabar keldi. Xabarni topshirib oldik deb. Odatda ping degan command total packet devatdi. Total packet devasak totalisiga reply qilibdi degan gap. Demak bizning aramizda bir uchur almashtirish shakllandi. Men hozir ma kompyuter bilan aloqa qila olmayman degan gap. Aloqa qilishga shart nima deganda ikkimiz o'xshash bir local area networkda bo'lishimiz kerak. Buni fizik jihatdan qanday ishga oshirdik deganda switch orqali ishga oshirdik. Ikkimiz switch quloqliq. Endi yumshoq detal orqali qaysini qilishimiz kerak deganda IP adres berishimiz kerak. IP adresi bundaq ba'doq. IP adresini odatda local areada qanday yozsak bo'lardi? Ko'pincha xolasdi-chu. Faqat va faqat subnet maskni o'rtaq qilib, subnet maskning qoidasiga amal qilib yozsak bo'ldi degan gap. Masalan, biz bu yerga qanday subnet mask ba'doq deganda 255 deb belgimiz nimani ifodalaydi deganda shu IP adres, shu local areadagi IP adresning birinchi xonasi muqim bo'lishi kerak degan gap. Biz agar bu yerga birinchi xonasini 10 deb bergan bo'lsak, boshqa kompyuterlarning IP adresining birinchi xonasi cho'qim 10 bo'lishi kerak. Qolgan keyingi 3 bo'likka qanday bo'lsa bo'laverdi. Lekin birinchi xonasi cho'qim o'rtaq bo'lishi kerak-ku. Agar biz 255 miyagim 255 deb yozgan bo'lsak, demak buni oldingi ikki xonasi cho'qim o'rtaq bo'lishi kerak hamma kompyuterga. Degan gap-ku. Masalan, buni qanday isbotlaymiz desak, masalan, hozir mana ikki kompyuter bir-bilan aloqalasha oladigan bo'ldi. Abaymo ping command orqali buni ko'rdik. Agarda men bu 255 deb yozib, lekin meningki o'zgarmasin degan 10 degan yerni 20 deb o'zgartirsam, men amaliyotda subnet mask bo'yicha birinchi xonasi o'zgarmasligi kerak degan qoidaim bor. Anki meningki local area networkni network segmenti, network bo'ligi, tor bo'ligi 20 degan tor bo'lakda hozir. Ashta qilib belgilayaptim meni. Lekin bu 2 degan tor bo'lak, o ikkinchi kompyuterning tor bo'ligi 10 degan tor bo'lakda. Oldinqisi 20 da, bu 10 da. Ikkisi o'xshash tor bo'lakda emas, yumshoq detallar orqali aytganda-chu. Bu switch faqat o'xshash tor bo'lakdagi kompyuterlarni bir-biri bilan aloqa qila oladi. Agar uning tor bo'ligi 20, aning tor bo'ligi 10 bo'lsa, bu ikkisi ham paranglasholmaydi degan gap. Masalan, men ko'rdik-ku, abay paranglasholdi, yaxshi. Hozir yana bir qilib baqay. Ping 2 desak, request time dot. Topamadi kompyuterni. Shun bizningki requestimiz vaqtini ishib ketdi-chu. Ma'lum bir vaqt bo'ldi, shu vaqtda ishib ketsam, qayta izlamaydi degan gap. 4 paket avatdiq, 4 paketning hammasi egisini topamadi. Chunki nimishqa deganda, bu 10 degan tor bo'lakda, subnet maskga 255, 10 degan tor bo'lakda, lekin kompyuter 20 degan tor bo'lakda bo'lganligi uchun ikkisi bir-biri bilan aloqalasholmaydi. Shunga agar biz subnet maskni birinchi xonasi o'zgarmaydi deb bergan bo'lsak, ash local areadagi hamma kompyuterlarning birinchi xonasini cho'qim o'rtaq qilishimiz kerak degan gap. Shuni ifodalaydi. Ammo yana 10 deganga qaytirib ekib, yana bir ping qilib baqaylik. Mana reply keldi hamda. Chunki ikkisi o'xshash bir tor bo'lakda. Shunga bu switch orqali biz o'xshash tor bo'lakdagi kompyuterlarning aloqasini ishga oshira olamiz degan gap. Subnet mask deganga ash bir qoida. Qanchinchi bo'lakgacha muqim san qilamiz degan gapda. Masalan,
qayda bir so'zlab aytsam 255 ni birinchi xonasi qilib qo'ysak, birinchi xonasi 10 degan so'z o'zgarmaslik kerak degan ma'no ifodalaydi. 255 qilib qo'ysam, ikkinchi xonasiga bo'lak o'zgarmaslik kerak degan gap. Agar chinda mau 255 mau mundaq IP address mau mundaq submask bo'lsa, bu nima ifodalaydi deganda, bularning tor bo'ligi, ya'ni network segmentsi 10dan 1 degan tor bo'likda degan gap. 10dan 1 degan narsa o'zgarmaslik kerak boshqa kompyuterlarning uchun. Oxirgi adresni o'zgarsa bo'ldi. Bu xuddi mashar degan o'xshashda. Masalan, Qashqa deb bilsak, 10dan 1 degan gap shu Qashqa degan gapda. Bu 10dan 1 demay 20dan 1, masalan Urumchi deb o'zgartirsak, Qashqadagi kompyuter hozircha switch orqali Urumchi kompyuter bilan aloqalasholmaydi. Chunki ikkisi bir rayonda emas, local area emas, ikkisi bir uyda emas, bir uyning ichida emas. Mau faqat bir uyning ichidagi o'zga uloqliq bo'lganlar ish qarshira oladi. Unda bo'lsa o'zga uloqliq emas, biz dunyoning har qaysi joylarda turib Amerikadagi odamlar, Yevropadagi odamlar aloqalasha olamiz deganda, u vaqtda u router orqali ish qarshiladi. U vaqtda o keng mazmunlarda ya'ni so'zlab o'tamiz. Hozirgi eng oddiy bo'lgan qurilmasi mushtaq bo'ldi.